Yunusobod 10, Karamelka bog'chani yonginasida 5 etajkani 5-etajda 2 xonali kvadrat metr, 58 kvadrat metrdan iborat. Hamma qulayliklari bor. Narxini $62,000 deb qo'yamiz. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan. Endi sizlarga uyimizning ichki qismidan to'liq batafsil ko'rsatib o'tamiz. Bizning sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda koridorimizni o'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu tarafimizda prixoshka eshigimiz bo'ladi. Bu tarafimizda spalnimiz joylashgan, mebellar qo'yilgan, hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet umuman muammosiz, yo'lning yuzida joylashgan. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, hamma qulayliklari bor. Umuman muammosiz kelasizlar, yashaysizlar. Bu yog'imizda sanuzel qismimiz joylashgan, bu tarafimizda zal. Bu orqa tarafini hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan, ham bu yog'ini xohlasanglar detskiy spalni variantida foydalansanglar bo'ladi. Eng oxirgi xonamiz ayollarimiz uchun oshxona, o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi akalar. Bu tarafimizda oshxonamiz joylashgan, yonginasida vannamiz joylashgan bo'ladi. Bitta baho berib qo'yinglar. Hamma qulayliklari bor, hamma shart-sharoitlari qilingan. Endi sizlarga ayollarimiz uchun oshxonamizni bitta ko'rsatib o'taman. Xonamizni sizlarga bitta ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, bu yoqda ovqatlanish uchun joylarimiz bor. Bu tarafimizda oshxonamiz joylashgan, o'zini shkaflari bilan qilib qo'yilgan. Qoladi shu shkaflari. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizdan sizlarga $62,000 deb qo'yamiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar, akalar, qani ketdi, tezda bog'lanamiz.